bunga erishmasin, baribir ojiz banda. Baribir uni qaritadi, baribir o'ldiradi va hokazo. Ana ojizlik sifati. Bir muammo bo'lsa, qarshisida ojiz qolamiz, dodvoy qilamiz. Ojiz yaratdik deydi. Biz sizni shoshqaloq yaratdik deydi. Bu degani Alloh men bandalarimni shoshib pishib yaratib tashladim demayapti. Yo'q, sizni shoshqaloq qilib qo'ydik degan ma'noda. Ya'ni insonni shoshqaloq qilib qo'ygan. Hammada bor bu tabiatda. Shoshmoq ko'pincha shaytondan. Xo'p, bu inson nimaga shoshyapti qani? O'shanday hoy havasga shoshyaptimi? Ilmga, bilimga, yaxshilikka shoshyaptimi? Ana shoshishlar har xil bo'ladi, sinov bu ham. Biz sizni mashaqqatda yaratdik deydi. Boya aytganimizdek, hamma mashaqqat chekadi bu dunyoda. O'zi qarasangiz, oddiy ishlarda ham mashaqqat bor. Oddiy ishlarda ham. Oddiy yaxshilik ishlarida ham baribir inson biroz mashaqqat tortadi. Qilgisi kelmaydi shuning uchun boshqa. Ana ko'rdilaringmi? Demak, mashaqqat ham tabiatimizda bor ekan u. Bo'lar ekan, qismat ekan. Lekin deydi Alloh, biz sizga yengillikni xohlaymiz deydi. Ana bu nima degani? Demak, hammasida yengillikni xohlasangiz, men aytgan yo'lda yuring degani bu. Ana shunday qilib, demak, u dunyoda ham muayyan narsalar so'raladi, xuddi hozirgidek xo'jang bilan yashashni xohlaysanmi, zavjang bilan yashashni xohlaysanmi deydi. Bu islomiy qarashlar. Ana shular tush orqali bayon qilinyapti hikoyada. Shu tariqa endi bularni tushuni ifodaladi. Bu yerda adabiyot nazariyamiz uchun kerak bo'lgan yana bitta narsa bor. Shuni aytib o'tamiz hozir. Kerak bo'lgan narsa shundan iboratki, mana adabiyot nazariyasida ijodiy metodlar degan tushuncha bor. Sizlar ko'plaring qizlarim guruhlarda masalan tilshunoslik ilmlarini o'rganasizlarda qiziqishlaring ham bo'ladi, ko'p narsani bilasizlar ham. Mana shu tilshunoslik ilmlarida ko'p ta'kidlanadi. Ya'ni inson tilni ham o'ziga bo'ysundirmoqchi bo'ladi. Olimlar masalan. Ko'p holda bu zoyi ketadi, baribir til o'z qonuniyati bilan bir narsalarni majbur qiladi. Tilshunoslikning ham shu inson kuchi yetmaydigan jihatlari bor. Shunaqa ketadi. Odamlar til bilan ish ko'radi. Badiiy adabiyotning asosiy quroli so'z, til. Shu unda ham aytadi mana metodlar haqida. Metod deganda sizlar hammaga taalluqli bo'lgan umumiy qonuniyatni tushuninglar. Adabiyotshunoslikda ham shunday. Ijodiy metod deganda masalan realizm deymiz, romantizm deymiz. Bular hammada har doim inson tabiatini, hayotni o'zidan kelib chiqadigan, hamma amal qiladigan, hammada yuzaga chiqadigan narsalar shular metodlar. Katta tushuncha ekan demoqchiman. Metod degani katta tushuncha. Adabiyot nazariyasida ham shunday. Ijodiy metod katta tushuncha. Keyin ijodiy metoddan tashqari har xil bir oqimlar bo'lib qolishi mumkin hayotda, sohalarda. Tilshunoslikda ham, adabiyotshunoslikda ham. Masalan, yozish yo'sinlarida shunday oqimlar paydo bo'lib qolishi mumkin. Tarixda, sharqda ham, g'arbda ham nihoyatda ko'p bo'lgan bu. Shunday oqimlardan biri g'arbdagi modernizm degan adabiyot oqimi, san'at oqimi, modernizm. G'arbda bu bo'lgan, keyin bizga ham keldi mustaqillik yillarida modernizm. Mana masalan qaranglar.
rassom xuddi hozir man ko'rinib turgan ekrandagi kabi to'rt burchak shaklni kraska bilan qop-qoraga bo'yab qo'yadi. Mashhur rassom kartina chizyapti, planshetini, o'sha ramkasini qop-qora kraska bilan bo'yab tashladi. Bo'yalmagan chala joylari ham ko'zga tashlanib turibdi. Keyin uni tomoshabinlarga ko'rsatyapti. Tomoshabinlar yo ahmoq, yo tentak, yo fanatik hammasi. Rassomga uni ijodiga mahliyo va hokazo. Bilmayman, endi tushuntirish qiyin. Xullas kalom auksionga qo'yilyapti-da, 24 million dollarga sotilyapti shu. Kvadrat deb nom qo'ygan. Badiiy adabiyotda masalan yozuvchi roman yozyapti. Sizlardan bittalaringni hayotlaringni yaxshi bilar ekan, o'rgangan ekan. Mana Mohinurmi, E'zozami, Nozimami, Durdonami, birovlaringni hayotlaring haqida endi. Sizlar prototip endi. Hayotdagi shaxs sizlardan ta'sirlanganda tarixlaringda voqea bo'lgan, dardlaring bor, muammolaring bor, kundalik tashvishlaring bor. Yozuvchi qanday yozyapti? Endi boshqa dunyo yozuvchilaridan farqlanaman deb shunday psixologik yo'l tutyapti-da. Siz hayotingizdagi hamma ikir-chikirlargacha tasvirlab, hammasiga ma'no yuklab, ramz bermoqchi bo'lyapti. Masalan, erinib o'rnidan turdi qahramon, qaysi qo'lining qaysi barmoqlarini qoshiqqa uzatdi va nimani oldi qoshiqni, keyin nimani oldi pichoqni, qaysi mahsulotni oldi sabzini yo piyozni, qanday kattalikda to'g'rayapti va hokazo. Buni misol qilib aytayotganim, yozuvchi tasvirda ana shu mayda ikir-chikirlargacha kirishib ketadi-da, endi o'qigan odamlar ma'no qidiradi. Asar shunday murakkablashib ketadi, buni hamma ham o'qiyvermaydi. Men ham xohlamayman bunday asarlarni. Ketdi. Butun roman, keyin uni ko'kka ko'taradi reklamasini. Modernistik usul deydi. Inson qalbining eng chuqur his-tuyg'ularigacha, hech kim ilg'ay olmayotgan jihatlarigacha ana shunday detallarda, boshqalarda tasvirlab beribdi. Qaranglar, qoyil, bu yozuvchini qaranglar degan shov-shuvlar paydo qiladi. Modernizm ana taxminan shunday vujudga kelgan, uning namoyandalari bo'lgan, ba'zilari yaxshi muvaffaqiyatlarga erishgan, buni inkor qilmaymiz. Lekin shunday yo'sin, shunday tasvirlash usullari bizga yetib keladi-da, 90-yillarda o'zbek adabiyotshunosligi adabiy jarayonida ham bu bahslarga sazovor bo'ladi. Bahslar qo'zg'aladi. Shunda endi olimlarni tomosha qiling, shoir yozuvchilarni tomosha qiling. Katta sizlar eshitgan mashhur olimlar ham shunga aralashadi-da, modernizm haqida o'zining fikrlarini bildiradi. Fikrlarini. O'zi ketmaydi. Modernizm haqida. O'sha davrda ba'zi yosh avloddan shoirlar, ba'zi yozuvchilar ana shundan ibrat oldi-da, endi bahslarda bir olim, ular nomlarini aytmayman, olimlar nomlarini, hojati yo'q. Ba'zi olimlar aytadi, modernizm zo'r narsa ekan, modernistik asarlar yozish kerak ekan
deydi. Ba'zi olimlar aytadi, umuman bizni mentalitetimizga, e'tiqodimizga modernizm yopishmaydi, kerak emas deydi. Yoshlar, yozuvchilar, shoirlar bunaqa yo'ldan bormanglar deydi. Masalan, adabiyotshunos do'stimiz professor Suvom Meliyev shunaqa yozgan. Modernizmni tanqid qilgan, qoralagan. Ozod Sharafiddinov, Umar al-Normatov, boshqalar ma'qullagan. Endi to'g'ri gapni kimlar aytgan? Ba'zi olimlar aytishdi, modernizmni ham o'rganib qo'yinglar. Mayli, u g'arbda shunaqa adabiy oqim ekan, o'rganib qo'yinglar. Lekin yaxshi tomonlari bo'lsa, mana ramziy ifodalaganda odamni sal qiziqtirib mulohaza qildiradigan bo'lsa, shunaqa yo'sinlardan foydalaninglar dedi. Ana shu to'g'ri edi. Ana shu gapda turish kerak, sizlar ham turishlaring kerak. Modernizmning ham, har qanday adabiy oqimning ham yaxshi tomoni bo'lsa, foydalanish kerak. E'tiqodimiz ham bunga nima qiladi? Buyuradi, o'rgatadi. Modernizm. Keyin postmodernizm degani ham chiqdi. Ana shularni tushunish kerak, qanday oqimlar va ularda qanday yaxshi jihatlar bo'lsa, qoyillatolsa, qo'lidan kelsa, asarida, ijodida shu yo'sinni ham, usulni ham tanlasin va asariga kiritsin, qiziqarli qilolsa. Ana shunday bo'ldi. Mana sizlar bilganlaring, masalan, Nazar Eshonqulda aytaylik, modernizm ta'siri yaxshigina bor. Shamolni tutib bo'lmaydimi? Yana qanday asarlar bor edi uni? Nima? Maymun yetaklagan odam darsliklarimizda berilgan edi. Bilasizlar bu asarlarni? Eshitganmiz. Shu kabi asarlarda, yaxshi asarlari uning o'sha asarlarda modernistik talqin bor. Modernistik ifoda usullari bor. Shoirlarimiz ham ko'p chiqdi modernistik ruhda. Masalan, Rauf Parfida ham modernizm bor. Muhammad Solihda modernizm bor. Yana kim? Bahrom Ro'zi Muhammad, Faxriyor degan hozirgi hayot shoirlarimizda ham modernistik ruh kuchli. Endi ularni hatto darsliklarga bitta ikkita she'rini berib qoldida, to'g'ri, bermaslik kerak edi uni. Ko'p mojaro, ko'p munozaralarga sabab bo'ldi. Uni o'qituvchilarni o'zi ma'no mohiyatini yaxshi tushuna olmayapti. Birov bunday talqin qilyapti, birov bunday talqin qilyapti. O'quvchi bechora qayerdan tushunsin uni? Oybolta haqida bir she'rlarni berdi bir yil darsliklarda. Bu Oybolta nimani ifodasi, nimani? Ana haddan ziyod murakkablik to'g'ri emas hamma sohada. Haddan ziyod murakkablik to'g'ri emas. Adabiyotda ham shunday. Mana biz o'qiganimiz hikoyada qarang, o'ta qiyin murakkablik bormi? Birgalashib topdik. Karvon nima? Yoki ana tiriklayin ko'milgan bolachalar nima? O'sha chol kim? Ogoh bo'linglar degan qichqiriq keldi ko'p joyda. Bu nima deydi? Buni savol qilib bermadim. Ogoh bo'linglar. Qiyomat yaqin. Ogoh bo'linglar, qiyomat yaqin degan tasavvur, tushuncha bu. Bu ham islom dinini o'zida bor. Qur'on tushgandan keyin dunyoni buyog'i oz qoldi, ogoh bo'linglar deydi Allohning o'zi. Qiyomat shubhasiz bo'ladi. Qiyomat zo'r narsa, qiyomat kerak narsa.
Bu hayotning, insoniyatning taqozosi, Allohning va'dasi, bu ehtiyoj. Ehtiyoj. Chunki bu dunyoda hisob-kitob bo'lmay qoldi. Bo'lmaydi. Hech kimda oxirigacha mukammal hisob-kitob hal bo'layotgani yo'q. Bola-chaqasi, boshqalari qolib ketyapti. U odam qanday odam edi? Yaxshi tomoni qancha, yomon tomoni qancha? Uni oxirgi hukmi chiqmadi. Ana hisob-kitob nihoyasiga yetmadi. Dunyoni o'zida ham shunday, har bir odamda ham shunday. Buni ertaga javobgarlik bo'lish kerak-ku. Bu dunyoda kim qanday yashadi? Shunga yarasha jazosini, shunga yarasha mukofotini olish kerak-ku. Ana o'shanda adolat bo'ladi-ku. Shuning uchun qiyomat kerak. Va u yaqin qolgani, yaqin qoldi deb aytsangiz gunohkor bo'lmaysiz. Chunki ta'limotni o'zi sizga o'rgatyapti. Yaqin qoldi deb. Yozuvchi ana shu tafakkur nuqtai nazaridan bunga ham ishorat qildi. Ogoh bo'linglar deb. Rozi rizolik bilan yashanglar degan aqidani olg'a surayapti. Mana hamma turmushda ham aslida hayotimiz qanday bo'lish kerak edi degan narsa sizlarda ham bor, menda ham bor, har doim. Shu aslida qanday bo'lishi kerakligiga inson intilib yashaydi. Xuddi aytilganidek qilib yashashga harakat qiladi. Mana demak, bu asarda ham o'sha modernistik ruh bor. Shuning uchun yozuvchi o'zini erkin tutadi-da, ularning tushlarini ham ifodalaydi. Tushlarini ham. Buni ataylab qilayotganini sezib turibsiz va detallarda, epizodlarda, ifodalarda bir narsaning ishoratini beryapti. Karvon deb nimaningdir ishoratini beryapti-da, hikoyada bu umr karvoni ketyapti demayapti. Karvon ketyapti deyapti. O'quvchini fikrlatyapti, o'ziga havola qilyapti, topsin deb. Bu chol kim topsin, ana qizchalar kimlar ular, uni topsin degan ma'noda ishorat bo'lyapti. Modernistik ruh shu. Nasrda ham, nazmda ham. Endi shoirlarimiz, bechoralar, o'sha modernizmga sho'ng'igan shoirlar albatta katta muvaffaqiyat qozona olmadi. Chunki o'sha she'rlarning, ulardagi o'sha she'rlarning ba'zilarini men ham tushunmayman. Keyin tushunishni istamay qolaman. She'r, har qanday she'riyat kerak. Adabiyot nazariyasi shunday o'rgatadi, doim, hamma zamonda. Masalan, murakkabroq she'riyat ham kerak. Badiiy tasvir vositalariga boy she'riyat ham kerak. Muhammad Yusufnikiga o'xshagan sodda, xalqona she'riyat ham kerak. Unisi yaxshi, bunisi yomon deyish kerak emas. Lekin hammasida mezon, me'yor bo'lish kerak. Mezon, me'yor bo'lish kerak. Adabiyot nazariyasi ana shu tomonlarni ham atroflicha doim tadqiq etadi-da, yozuvchi shoirning psixologiyasiga, ijod jarayonigacha kirib boradi. Buni endi misoli hali amaliy mashg'ulotlarda sizlarga ham aytamiz, ko'p gaplashamiz. Misoli juda ko'p. Masalan, mana sizlarga hozir shu kitobni ko'rsataman. Nomini o'qidilaring-a? Ochiq osmon. Ochiq osmon ostida deb ataladi. Tohir Shermurod, shoir va adib Muhammad Ismoil ijodi, tasnif va tavsif. Bu kitobni Yozuvchilar uyushmasi mendan iltimos qilgan edi. Buni yubiley munosabati bilan keyin shu shoir va yozuvchi haqida shu narsani men yozib berganman. Mana shu Muhammad Ismoil degan shoir, yozuvchi
bu yerda o'zim adabiy tanqidchi bo'lsam ham tanqidni niyat qilmaganman, yubiley bo'lgani uchun. Faqat yaxshi tomonlarini aytishga harakat qilganman. Bir 23 ta kitobini qisqacha tahlil qilganman. Shunda buni nima uchun misol keltiryapman? Sababi ijod laboratoriyasi. Masalan, shu bola dastlabki birinchi kitobi shu bo'lgan. Mana Tazarru saodati degan kitob bo'lgan. Bu 90-yilda chiqqan bo'lsa kerak. Shu kitobiga Muhammad Solih degan shoir, o'sha paytda mashhur, shu so'z boshi yozgan. Mana shu kitobi boshdan oxir modernistik she'rlar bo'lgan. Modernistik she'rlar. Endi shu she'rlarni kichkina she'rlar. She'rlarni o'qiysizda modernizmni his qilasiz. Muhabbatim og'ir botib, sovutdi u meni o'zimdan. Go'yo yetishay deb yugurayotib, tushib ketdim zamindan. Ana bir she'r. Keyingisi. Sevgidan havolanib, guruh gunohlarim tusagani, sang'itmoq afsuslarni, sen ketasan xislatga singmagan muhabbatim, menga qaytar tavbai tazarru saodati. Bu she'rlarni endi kichkina bo'lsa ham nima demoqchi? Atroflicha analiz qilasiz, bir xillariga aqlingiz yetmaydi, shoir o'zi ham bilmaydi. Qarang, qanday tuyg'ular. Shu yo'sinda yozishni davom ettiradi shoirlar, shunga sho'ng'iydi, ruju qo'yadi, adabiyotda yo'l qidirib. Endi davomida men bu kitobda hikoya qilganman. Birinchi kitobi chiqish u paytda juda katta bayram bo'lgan. Haligi sho'ro tuzumi davrida ham, istiqlolning dastlabki 90-yillarida ham. Hozir endi unday emas. Birov biladi, birov bilmaydi. Bu endi kitobini ko'tarib Sirdaryoga onasini huzuriga boradi. Onasi beva holda shularni katta qilgan opa-singillar, aka-ukalar hammasi to'planadi. She'rlar o'qiladi. Onasi bir Xudo rahmat qilsin, o'tgan kuni vafot etdi, 101 yoshda. Muhammad Ismoil onasi. Shunda onasiga qaraydi. Onasi albatta kitobni ko'rgandan keyin o'g'lini peshonasidan o'pdi, duo qildi. Endi she'rlarga navbat kelsa, ona she'rim haqida nima deysiz desa, ona muhit olmaydi. Tushunmadi. Hech kim tushunmadi. Mana modernistik she'riyat. Ya'ni oddiy aholi tushunmadi u she'r. Shoir o'ylanib qoladi. Va men onam uchun yashayotgan bo'lsam, bir umr onamni roziligini topay deb yashayman deb ahd qilgan bo'lsam, onam tushunadigan birorta she'r yozmagan bo'lsam, men qanday shoir bo'ldim deb o'ylanib qoladi. Ana ijod psixologiyasi. Bu udar bo'ladi unga. Keyinchalik ham masalan yana shunday tanbehlar eshitadi shoir. Oxiri sodda yozishga o'tadi. Sodda yozishda ham odobi bor, intizomi bor, tartibi bor. Sodda yozishga o'tgandan keyin masalan shunday she'rlar yozgan. Atrofingda men sarson. Atrofingda men sarson. Va hokazo, men g'aribni bir bola.
Ona endi kattarib qoldi bu shoir. 40 ga kirdimi, boshqa bo'ldimi? Onalar aytayapti. Voy bolam, she'ringni tushundim. Lekin qaragin, sal uyatroq yozibsan. Qizlaring, o'g'illaring katta bo'lib qolyapti. Hali lekin voyaga yetgan yo'q. Bu shuncha sevgi kitobingda. Ertaga bolalaring voyaga yetmasdan bevaqt o'ldim, kuydim deb qolsa nima qilasan? Degan tanbeh beryapti. Bu tanbehni bu yozuvchiga Odil Yoqubov ham beradi va hokazo. Ana ijodiy davralarda, muhitlarda shunday munozaralar, fikrlashuvlar bo'ladi. Odam bir-biriga ko'zgulik ham qiladi, bir-birining nasihati bir-biriga ta'sir ham qiladi. To'g'ri yo'lni ba'zilar juda qiyinchilik bilan topadi. Shunday qilib shakllanishi ham mumkin. Lekin eng muhimi iymoniy holatga kelsa, ana undan keyin e'tiqodan to'g'ri zo'r narsalar, yashaydigan narsalar, doim o'qiladigan narsalar yozishga qodir bo'ladi. Shu tariqa endi shoirlarda ham mana shunday xatoliklar, gunohliklar, ojiz banda sodir bo'lib turadi. Mana shunday rivojlanish jarayoni o'sha Ochiq osmon ostida kitobida tahlil qilingan. Boshqa ijodkorlarning ham ijod laboratoriyasi adabiyot nazariyasida e'tibordan qochirilmaydi, o'rganilib boriladi. Ijod laboratoriyasi. Shu tariqa bu hozir aytganimiz, demak, shoir yozuvchining boshimdagi tojim onam degan nasriy qissasi ham bor. Xuddi O'tkir Hoshimovning dunyoning ishlari onaga bag'ishlangan mashhur qissasi yo'sinida yozilgan onasi haqidagi juda ko'p hikoyalar bor. Juda menga yoqadi, yaxshi. Onaga muhabbatni, ota-onani roziligini farzand tomonidan olish ishtiyoqi shu hikoyalaridan jamlangan qissasida juda yaxshi ko'rsatilgan, ibratli. Buni tavsiya qilamiz sizlarga. Shu boshimdagi tojim onam. Internet, Facebookda ham shularni parchalari bor, to'lig'i ham bordir ehtimol. Mana shunaqa hayotni o'zi, uni tafakkur qilish ijodkorni shakllantiradi. Bu yerda endi bevosita adabiyot nazariyasida mana mavzu masalalarga to'xtalamiz. Mavzu, g'oya, syujet, kompozitsiya va hokazo mavzularni hali amaliyda ham boshqasida ham o'rganishimiz kerak. Shular bo'yicha munozaralar qilasizlar, bahslashasizlar. Hammasi nimaga borib taqaladi? Sizlar bu darslarga va har doim ham umuman tanlab, saralab, mana hozir men ba'zilarini aytayotganim kabi nimalarni, nasriy, she'riy ijodlarni kuzatib borishlaring to'g'ri bo'ladi. O'zlaringda o'zgarish, zehniyat ham rivojlanayotganini sezasizlar. Shunday mutolaa qilib darslarga, amaliyotlarga ham kirishamiz. Turli nimalarda. Endi adabiyotda mana mavzu masalasi hech qachon cheklanmaydi. Hamma asrlarda ham cheklanmaydi. Faqat boshqa san'atlarga solishtirib ko'radigan bo'lsalaring, bu so'z san'atida hammasidan ustunlik bor. Hammasidan. So'z san'ati inson qalbining istalgan jabhasiga, hayotning istalgan manzarasiga, muhitiga kirib borish imkoniyatiga ega. So'z san'atining san'at sifatida imkoniyati shunday cheksiz ekan. Mavzular chegaralanmagan ekan. Ko'ryapsizmi? Keyin abadiy mavzular degan tushuncha bor. Ayniqsa oldingi adabiyot nazariyasi manbalarida bu narsalarga alohida urg'u berilgan, sho'ro tuzumida masalan.
abadiy mavzular nimalar deb sanashga harakat qilgan, abadiy mavzularga bir xil tarixiy shaxslarni ham qo'shgan. Abadiy mavzular keyin inkor qilingani yo'q. Bor narsa bu. Bor narsa. Abadiy mavzu Olloh, abadiy mavzu Allohga e'tiqod, insonning ilohiyatga, Allohga muhabbati, tavbasi, tazarrusi yoki boshqa yo'nalishlari. Abadiy mavzu masalan muhabbat. Lekin shu abadiy mavzuni, muhabbat mavzusini masalan kim qanday tushunyapti? Gap shunda. Kim qanday tushunyapti? G'arbda ko'p klassik, mashhur adiblar ham shu masalalarda masalan to'g'rilikka, noto'g'rilikka egaligi ko'rinadi. Masalan, Nobel mukofoti laureati Gabriel Garcia Marquesni biz kuzatganimizda, bu kishini bilasizlar, maktab darsliklarimizda ham oldin asari berilgan edi. Hozirgi yangilarda bilmayman. Masalan, oshkora qotillik qissasi degan asari darsligimizda bor edi. Oshkora qotillik qissasi. Keyin 100 let одиночества, 100 yil tanholikda degan siyosiy romani bor. Shularga Nobel berilgan. Oshkora qotillik qissasi yangicha talqin, yangicha bir haqiqatni, hikmatni yuzaga olib chiqqan qissa hisoblanadi. Masalan, o'zlaring hamma jamiyatda shuni tasavvur qilsalaring bo'ladi, katta taassurot olasizlar. Deylik, mana hayotda bir qotillik ro'y berdi. U qotilni endi qamaydi, tergov qiladi, sud qiladi, keyin hukmni e'lon qiladi. 10 yilga qamaldimi, 25 yilgami, umrbod qamoq jazosigami, ketdi qotil, jinoyatchi. Joylarda shunday bo'ladi, hamma joyda. Endi tagini, zaminini o'ylab ko'rsangiz, faqat shu qotilning o'zi qotil emas. Uning muhitida, atrofida boshqalar ham u bilan teng javobgar qotil. Ana tagini, asl mohiyatini, mantig'ini kovlasangiz, qarang, qonun baribir to'la adolatli bo'la olmaydi. Bir kishini mana shunday qotil, juvonmarg qildik, jazoladik, to'g'ri qildik, lekin mutlaq to'g'ri haqiqat emas bu. Endi uni tarixini kovlasangiz, kimlar sababchi bo'layapti? O'sha qotilni ota-onasi, qotilning atrofidagi odamlar, uni qotillikka yo'naltirgan, bilib bilmay sababkor bo'lganlar qancha, gapi bilan, so'zi bilan, o'rgatig'i bilan degan mushohadalarga berilasiz va to'g'ri. Shuning uchun ham mana yana islom e'tiqodi asosida ish ko'rishga to'g'ri keladi. Bu narsalar hayotda islomning o'zida o'rgatilgan. Chunonchi odam bir narsaga, qotillikka o'xshagan narsaga sababchi bo'lsa, xayrixohlari ham xuddi u dunyoda, narigi dunyoda xuddi shu jazoni oladi. Jazoni oladi. Xuddi shu bilan teng jazoga nima bo'ladi? Loyiq topiladi. Ko'rdingizmi, islomda shunday. Ya'ni bir yomonlikni dunyoda sababchisi bo'lib qolsa, u naryoqda bevosita pichoq ko'tarmagan odam ham o'sha qotil bilan tenglashtiriladi. Endi Yevropa adabiyotida, Lotin Amerikasi o'sha Marksni oshkora qotillik qissasida ana shunga o'xshagan g'oyalar kelib chiqadi. Shunga o'xshagan, demak, hikmatlar ko'p, adabiyotda mavzular umuman chegaralanmagan, abadiy mavzular, yana biz hali aytmaganimiz yana ko'p. Shu yerda hozir to'xtatamiz, vaqtimiz ham bo'lib qolibdi. Savollar bormi?
Domla, tushunarli bo'ldi, rahmat. Xo'p, salomat bo'linglar. Keyingi darsda ko'rishamiz, xudo xolasa. Rahmat, domla. Rahmat domla, sog' bo'ling. Omon bo'linglar, rahmat. Omon bo'linglar.